Xalqaralıq dokladlar və ictimai taratqulardakı suratlar yaqinqi yillarda Sharqi Turkistonda qul bo'lishga majburlangan Uyg'ur ayollarının hozirgi ahvolini aniq ko'rsatib berdi. İctimai taratqularda tarqalgan sin ko'rinishlariga qaraganda, Qashqardagi bir zavodda ishlashga majburlangan o'rta yoshlik Uyg'ur ayollari yangoq oqlayotgan bo'lib, yana bir sinda yosh qizlar zavodda kiyim tikayotgan, boshqa bir rasmda ko'rsatilgan Uyg'ur ayollar bo'lsa, o'yinchoq zavodida ishlayotgan edi. Ötken yili bir qism xalqaralıq taratqular bir qism dаңlıq markalarning Xitoydagi import qilgan kiyim-kechak, Rojdestvo bayramlıq sovg'atlarning majburiy emgak bilan munosabatli ekanligini bayqaganligini xabar qildi. Buningdan boshqa Amerika tamojna xodimlari Xitoydan kelgan 13 tonna chosh mahsulotlarini qo'lga tushirilganligini va ularning Sharqi Turkistonda majburiy emgak orqali ishlab chiqarilganligini aniqlagan. Germaniyaning poytaxti Berlinda Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan siyosatiga e'tiroz bildirildi. Todenhofer partiyasining a'zolaridan tashkil topgan namoyishchilar Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasi oldida uyushtirgan ruxsatsiz namoyishda Uyg'ur xalqiga vakillik qiladigan maska taqadi. Qo'llarini kishanlagan namoyishchilar 2022 yili Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tanharkat musobaqasining boykot qilinishini talab qildi. Biz Uyg'ur va bizni qo'yib ber deb to'g'lagan namoyishchilar irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan xatlar yozilgan plakatlarni ko'tarishgan edi. Todenhofer partiyasining raisi Jürgen Todenhofer Uyg'urlarning vaziyatiga sukut qilishga bo'lmaydiganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz Xitoyning Uyg'urlarga nima qiladiganligini bilmaymiz. Yuzlagan yangi lager qurilyotidi. Dunyo jimjit. Germaniya hukumati qaramoqqa ansiraydagandek qiladi. Ammo u yanala shundoq davomlashyotidi. Her iki Volkswagen'dan biri Xitoyda ishlab chiqarildi. Xitoy armiyasiga tava 12 urush aeroplanining Tayvan e'lon qilgan havo mudofaa farqlantirish rayoniga xiloflik qilganligi e'lon qilindi. Tayvan axborot agentligidagi xabarga qaraganda, Tayvan davlat mudofaa ministrligining bayonotida Xitoy armiyasiga tava 8 Xian H6 tipliq bombardimonchi aeroplan va 4 Shenyang J16 tipliq aeroplanning g'arbiy janubdagi havo bo'shligiga kirganligi bildirildi. Xitoy aeroplanlarining harakatidan keyin Tayvan urush aeroplanlari rayoniga avatilgan bo'lib, Xitoy aeroplanlari ogohlantirilgan. Bayonotda Xitoyning nurg'un urush aeroplanlarining bir kunda Tayvan havo mudofaa rayoniga kirishi favqulodda ahvol deyildi. Rossiyada tumanlagan kishilar turmadagi o'qituvchi Aleksey Navalniyning qo'yib berilishi uchun namoyish tashkilladi. Moskva va Sankt-Peterburg qatorliq nurg'un shaharlarda o'tkazilgan ruxsatsiz namoyishga 10 minglagan kishi qatnashdi. Ko'pinchisi to'liq o'tira va universitet o'quvchilaridan tashkil topgan namoyishchilar soqchilarning qattiq mudofaasiga uchirdi. Nurg'un kishilar qo'lga olindi. Bu davlatga kishilik huquq tashkilotlari 2000 dan ortiq kishining qo'lga olinganligini e'lon qildi. Egilanishicha, namoyish jarayonida Navalniyning ayoli Yuliya Navalnaya qo'lga olingan. WhatsApp detalining Facebook bilan shaxsiy uchurlarni ham baharlashda xatolik sodir qilganligi va Yevropadagi ishlatuvchilarga bu to'g'riliq xabar qilmaganligi uchun jazoga uchraydiganligi o'tirg'a qo'yildi. Egilanishicha, WhatsApp xabarlashish detali Yevropa ittifoqining sonliq ma'lumot qo'g'dash qoidasiga xiloflik qilganligi uchun 50 million yevro jarimani qo'yilishi mumkin ekan. Politico'ning to'ri betida e'lon qilingan maqolada WhatsAppning Yevropadagi bosh organi joylashgan Irlandiyadagi sonliq ma'lumot qo'g'dash organining shirkatning shaxsiy sonliq ma'lumotlarini ishlatishini davomli tekshirayotganligi ko'rsatildi. WhatsAppning Facebook bilan shaxsiy uchurlarni ham baharlashda xatolik sodir qilganligi va Yevropadagi ishlatuvchilarga bu masala to'g'risida uchur bermaganligi uchun bu 2018-yili yo'lga qo'yilgan umumiy sonliq ma'lumot qo'g'dash nizomiga xiloflik qilganligi o'tirg'a qo'yilgan.